2 oyda hammasini o'rganib olaman. 6 oyda nomer 1 usta bo'lib olaman. 1 yildan keyin shular hammasi ish so'rab yalinib keladi oldimga hali. Eng zo'r uchastkalarni o'zim bitiraman. Ishim tanilib ketgandan keyin Daja Alisher Usmonov chaqiradi meni. Uyini bitirib berganimdan keyin ishim yoqib qolib, meni 10 qo'lim bo'lgin deb o'zi aytadi. Lubimchik bo'laman, o'zi krassavchik tilla bo'laman-ku. Toshkentda birinchi marta o'zini kuchi bilan 15 yoshli milliarder chiqqanini Toshkent his qiladi hali. Pulli uraman, dom quraman, ofis arendaga chiqaraman. 100 ta dacha, 300 ta rentkar, 50 ta apteka, 80 ta supermarket, 150 ta moyka, 5 ta akvapark, 15 ta avtosalon faqat Inamarka bo'ladi. Oyiga dollarda 5 million topadigan bola men bo'laman. Laqabim Javoh magnat bo'ladi. 5 million so'mda qancha bo'lardi? Endi nima farqi bor? Pul meniki-yu baribir. Yiqilganimda meni tutib qolganlar. Mahkam o'sha yili. Endi uchamiz. Shuncha aql qatdan keladi menga o'zi hayronman. Nima qilurman o'zi bu yerda? Temuriylar sulolasidanmikin mana? Hayron qolaman-da gohida. Endi ne urasan, ho'kiz hali qo'limda ishlashingni o'yla, pul olishingni o'yla.